bugun bolalarimizni parnikda o'stiryapmiz. Xo'sh. Yerdan o'silgan, mehnatdan o'silgan, dangasa va divanda yotib oladigan, kuni bo'yi telefonda o'tiradigan bolalarni tarbiya qilyapmiz. Aslida bolalarni mehnat tarbiyasi bo'lishi shart. Mehnatga bolalarni 5 yoshdan 11 yoshgacha quldek munosabat deyilganda, voy biz bolalarimizni qul qilyapmizmi? Qul emas. Sen bolangni pishiryapsan. Mehnat qilgandan keyin gormonlar yaxshi ishlaydi, qon yaxshi aylanadi. Mana bu yaxshi aylanadi va qon hujayralarigacha yetib boradi va u miyasi tezroq sifatliroq rivojlanadi. Nerviy sistema oyog'imizning tagida, kaftimizning ichida. Mana bu telefonda nerv sistemalar ishlayotgani yo'q. Yo'q deyish kerak ota-ona. Bolani ehtiyoji oshib ketadi. Telefon olib ber, notebook olib ber, planshet olib ber, unga pul ber, bunga pul ber, o'yinga pul ber, ana unga pul ber. Berda, yo kechirasan. Yo'q deyishni ham o'rganish kerak. Yo'qqa ham borga ham ko'nikadigan qilish kerak bolalarni. Biz bolalarni katta hayotga tayyorlayapmizmi? Avvalambor mehnat tarbiyasini qo'yishimiz kerak. Yo'q, maktabda deraza artsa, voy bizni bolalarimizni boshida ketmon choptiryapti deydi. Deraza artgani uchun, sinfini tozalagani uchun mehnat huquqlari paymol qilinyapti. Majburiy mehnat. Majburiy mehnat emas u. U mehnat, u terlasin bola. Gormonlar to'xtab qolyapti, gormonlar rivojlanmayapti, ishlamayapti. Erkak o'g'il bolaga o'xshab qolayotgani yo'q. Instagramga kiring, o'g'il bolalarni shunaqangi gul olib suzilayotganini men 50 dan oshgan ayol men qilib bera olmayman.